Assalomu alaykum aka, bratan. Kim bu? Ko'rsatuvimizni mehmoni Doniyor Kaptarboz. To'ppa to'g'ri bratan. Doniyor Kaptarbozman okajonim, Doniy Kaptar. Oka manachi. Dodam ham Kaptarboz bo'lganlar-da. Dodalari ham Kaptarboz bo'lganlar-da, oka. Dodalari ham Kaptarboz bo'lganlar-da, oka. O'shandek debdi 53-54 avlod Kaptarbozman-da, oka. Polni avlod Kaptarbozda bratan. Maqtanib bo'ldingmi-kan? Men 100-avlod bo'lmaysanmi? Sanji, sal hurmat qilgan kelgan mehmonni namicha boshlading? Kaptarimisan tiqilyapsan. Bo'pti, senga gapirganim befoyda bor-ku. Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Asablarim buzilib keldi hozir. Tayyormisan? Tayyorman. Kameramotor, nachli. Assalomu alaykum. Sanjik Dilovoy, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi. Yana efirda. Bugun bizda mehmon Kaptarboz. Basharada qog'ozboz yo'q. Qani? Gapiringchi, nima bu kaptarlar to'g'risida? Qanaqa reputatsiyasi? Oka, reputatsiyani qo'yib turing bratan. Men quruq qo'l bilan kelmadim, okajonim. Serios? Podarka olib keldim sizga. Sovg'a okajonim, addushi, mashkatlarni qabul qilib olasiz, oka.